bironda tushunarsiz, bironda tushunarli. Bironda ilojsiz, bironda iloji bor narsalar haqida gaplashyapmiz-da. Ya'ni karmasiz yashagisi keladi, lekin uyg'ongisi kelmaydi. O'yinlarida ham bo'lgisi keladi-da. To есть o'yinlarida yashaversa-da, lekin karmasiz yashasa, u qiynalmasa hech narsadan, uni hayotiga boshqa bir ayol kirmasa, boshqa bir nimalardir, kasalliklar kirmasa-da, lekin u o'ynaversa. Mumkinmi? Sizni hayotingiz o'yinlarning ichida-da. Bu degan o'yin degani. Toza, shaffof o'yinlarning ichidagi hayotda yashayapsiz-da, lekin jon saqlab yashayotganingizga barakalla. Bu anglatadiki, sizda shunaqa qalin qavat bor, turib bera olyapti. Yupqa bo'lganda qavat turib bera olmasdi. Bunga sizni gibkiligingiz, ochiq ko'ngilligingiz turib bera olyapti-da. Ko'nikuvchan, qabul qiluvchan, da? Da, bu sifat sizda borligi uchun bu yerga ketolmayapsiz-da. Hamma narsani ko'nuvchan-da, ko'nuvchan, qabul qiluvchan. No, lekin o'zini ham taniydi demoqchiman bu ayol. Ya'ni qurboni emas. Qancha moslashuvchan bo'lishiga qaramasdan o'zini ham unutmagan ayol. Oldimda turibdi-da hozir. No, lekin bu yoningizdagi erkakni oldida ayol ko'karishi ham oson emas. Ya'ni ayol gullab, yoshnab ketishi oson bo'lmaydi. Chunki har doim har xil attraksionlar hayotingizga kirib kelaveradi-da, siz har doim qurolingiz bo'lishi kerak. Qurol. Ya'ni bitta yechimingiz bo'laverishi kerak-da, sizda yuqori ong bo'lishi kerak. Yuqori ong bo'lsa, siz har doim yechib tashlayvering. Bu yaqqol baribir ko'rsatadi, sizni holatingizni ko'rsatadi-da. Masalan, meni oldimda hozir pardoz andoz qilgan, sochlarini uklotka qilgan, yarki kiyingan ayol o'tirmayapti-da. Yonidagi erkakka shu ayol mos-da. Ya'ni u erkak o'yinlardagi erkakmi? O'yinlardagi erkakka o'yinlardagi ayol uyg'un kela oladi-da. Siz nima? Siz o'yinlardan chiqayotgan ayolsiz. O'zim bo'lay degan ayolsizda. Uymi, hozir men baribir uborka qilaman, baribir ovqat qilaman, конечно, to'g'roq kiyim kiyaman-da, sochimni yig'ib yuraman-da. Hozir makiyaj qilsam, yuzimni hozir nafas olishi kerak-ku deysiz. Yoki bir fotosessiya qilaman, makiyaj qolgan paytda yuzim nafas olishi kerak. Ya'ni o'zini tabiiyligini saqlagan ayolni ko'ryapman-da sizda hozir. O'yinlardan chiqayotgan ayolsiz-da. Asliga qaytayotgan ayolsiz, qaytgan ayolsiz-da, asliga qarab yo'llagan ayolsiz-da, siz hozir qarshimda turgan. Bu erkakka yonida o'yinlardagi ayol o'ynab yura oladi-da. U ayol shunday o'ynab, kulib, para qilib, ya'ni men hech qachon qo'shilmaganman para qilib kiyinishga, lekin qarshi ham emasman. Masalan, imkonimiz bo'lsa, biz ham oilaviy para qilib kiyim olamiz deymiz, lekin hech bo'lmaydi, olmay qo'yaveramizda. Ya'ni bir urinasiz, siz ham urinasiz bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi. Shunday insonlar borki, bular nastoyashi uchinchi o'lchamli insonlari, ya'ni uchinchi o'lcham deganim yagona insonlari, ular o'sha paradagi kiyimni topmagunigacha qo'yib yubormaydi o'sha sipochkani. Topadi, обязательно. Para qilib, oilaviy qilib topadi, zakaz beradi. Nima bo'lsin, zakaz qilib topib keladi va bunga zaraniya tayyorlashadi. Qishnikini yozda, yoznikini bahorda, shunaqa qilib para qilib tayyorlanadi. Uchinchi o'lcham mana shunday insonlarda. Ya'ni qancha kuchi ketsa, qancha puli ketsa, chiroyli ko'rinish muhim demoqchiman. Sizga yo'q. Sizga muhim emas. Siz uyim-joyim insonsiz. Bormi? Hozir kiyimlaringiz hammasi joy-joyiga yetib turib tamom bo'ldi. Zarurati bo'lganda yana oluvchi ayolsiz-da. Demak, o'yinlardagi erkakning yonida o'yinlardagi ayollar ko'p bo'ladi. Buni aytmoqchiman. Siz o'ynab bera olmaysiz, bora o'ynab bera olmaysiz. Men sizda faqat bitta narsani yordam beraman, olishuvga kirmasligingizga yordam beraman. O'ynamaysiz, olishuvga ham kirmaysiz, kurashuvga ham kirmaysiz, bahslashuvga ham kirmaysiz. Mana shu narsalarni to'xtatib berishga yordam beraman. Hech kim bilan. Na eringiz bilan, bola bilan ham. Bola masalasiga keladigan bo'lsak, bola rostdan ham quvnoq boladir balki-da. Quvnoq,
bir ochiq, yana nimadir bo'ladir-da, lekin bir onni o'zida hozir ancha karmadagi bolalar yo'q, tug'ilmayapti, lekin bir onni o'zida bola yosh ruh, ya'ni karmalari hali ko'p o'ynaydigan joylari bor bo'lgan ruh bo'lishi mumkin, ehtimol. Ya'ni shunday insonlar bo'ladi-ku, ko'rasiz, hamma narsani riskini bemalol qilaveradi. Hali oldinda bemalol u uyg'onishi uchun 7 ta umri tayyor turganini bilgan holatda o'ynaveradi, o'g'irlik ham qilib ko'raveradi, buzuqlik ham qilib ko'raveradi, hamma narsa qilib ko'raveradi-da. Shunday insonlarni bilasiz-ku. Ya'ni ularni degani u ruhni ko'p shansi bor hali uyg'onishiga. Istagancha o'ynamoqchi u. O'ynoqi bolachadir balki. Balki bo'ladi uyg'oqligidan, juda ham toza ruhligidan mana shunaqa uyg'oq bo'ladi. Yoki bo'ladiki, u hali yosh ruh va uni shansi ko'p, xohlagan riskini qilishi mumkin. Xohlagan o'yinida o'ynashi mumkin. Mana shunday bo'lishi mumkin-da, lekin har ikki toifada ham bu bolachalar sevimli bo'ladi. Har ikki toifada ham sevimli bo'ladi. Xoh u karmadagi o'yinqaroq bola bo'lsin, xoh uyg'ongan o'yinqaroq bola bo'lsin, har qanaqasiga ham sevimli bo'ladi. Ya'ni uyingizda yashaydigan emasda, ko'chada ko'rsangiz istagancha o'ynatishingiz mumkindir. Bolacha umuman farqli tarafi sizni bolalaringizga bo'lgan nazaringizni, qarashingizni, tutimingizni nimadir o'zgartirishga belgi berayotgan bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, bu haqiqatdan tashqaridan bitta bola bilan o'zingizni oilangizda turmush o'rtoqni bir xil nazarini ko'rib turish bo'lmayotganligini ko'rib turish bu rostdan ham qiyin. Ya'ni buni men tavsiya bermayman. Tashqaridan bitta bolani oilangizga qo'shishingizni sizga tavsiya bermayman, chunki bu degani har doim o'yinda bo'lishingiz kerak. Yoki boya aytganimdek, har doim, har daqiqa bilimda bo'lishingiz kerak. Bir on to'xtatib bo'lmaydigan. Shundoq o'yinga tortib ketaveradi, shundoq tortib ketaveradi sizni. Bu anglatadiki, yana disproporsional ravishda anglatadiki, sizni qaysidir chastlaringiz o'yinlarda degani. Shunaqangi kuchli o'yinlardasizki, chunki kuchli o'yinlar ko'rsatyapsiz. Hayotingizdagi bo'layotgan vaziyatlar kuchli o'yinlar-ku. Bu vaziyatlar sizni shuni ichida yashayotganingizni va hali chiqishingizga ancha bor. Katta mehnat kerak degani. Bu o'yinlarni tark etib chiqib ketishga katta mehnat kerak. Yoningizda bunday insonlar hozir bu insondan ajralsangiz ham kirib kelaveradi. O'yinlaringiz ko'p degani. Ko'p o'ynaysiz degani. Hozir bu farzand uyingizga kirib kelsa, o'yin ko'payadi. Olishuv ko'payadi. Ya'ni eringiz endi ochiqchasiga o'ynatyapsiz. Ya'ni o'ynatyapti deganim qaysi ma'noda? Erish menga. Mana men keldim, ko'rib qo'yinglar. Erish menga. Ya'ni buni faqat abuzer qila oladi. Sog'lom erkak qila olmaydi. Unga uning uchun hech narsa qila olmaysiz. Unga xo'jayinlik qila olmaysiz, uni olib qolishga ham urina olmaysiz. Uni umuman boshqaruvini to'xtatasiz. U er bilan olishuvni, kurashuvni, na farzandi bilan, na boshqa ayoli bilan olishuvni, kurashuvni momentda bugun hozir to'xtatasiz. Faqat o'zingiz. Faqat va faqat o'zingiz. Shunda hammasi joylashishi mumkin, lekin sizdan katta kuch, katta mehnat talab qilinadi. Abuzer bilan yashay olish uchun faqat va faqat to'xtash, olishuvni to'xtatish. Qandoq bo'lsangiz shundoq tutasiz o'zingizni. O'zingizdan bir narsa yasamang, bolalaringiz ham yasash shart emas. Hech narsa yasamanglar o'zingizlardan. Faqat va faqat o'zingizlarda bo'linglar. O'zingizda bo'ling. Aslingizda bo'ling. Qandoq bo'lishingiz kerak bo'lsa, faqat shunda bo'ling. Har doim bilimda va yana kamiga bilimni uyg'onish bilimlarida. Bu qiyin yo'l, juda qiyin yo'l. Men sizni yo'lda boshida ogohlantiryapman. Ya'ni bu attraksion siz har 2 hafta, 1 hafta, 1 oyda yashaysiz bu attraksionni. Ya'ni kurashuv umuman kerak emas hozir bu ayol bilan va farzandi bilan. Boshqa bir ayol va yana boshqa farzandi chiqishi mumkin. Qachon eringiz o'zi to'xtatgisi kelmasa. Eringiz o'ziga bog'liq jarayon bu. Bu unga bog'liq jarayon. Bunga siz hech narsa qilib bera olmaysiz.
agar sizga uyg'un bo'lsa, tansaga boring, sizga uyg'un bo'lsa, o'zingizga qarang, sizga uyg'un bo'lsa, kiyining, sizga uyg'un hamma narsani qilingki, qachondir o'zingizni qurbon sifatida ko'rmang. Ya'ni men sen uchun mana buni qildim, men sen uchun tirjayib yurdim, men sen uchun o'zimga qaradim, men sen uchun ozg'in bo'ldim, men sen uchun kosmetologga borib nimalar qildirib keldim. Yo'q, u uchun hech narsani qilmaysiz. Faqat o'zini o'ylaydigan erkak yonida faqat aslini o'ylaydigan ayol yashay olishi mumkin. Asliyatiga uyg'un ayol olishmasdan, kurashmasdan yashay olishi mumkin. Lekin men hech kimga tavsiya bermayman yashab ketishni. Bunday erkak bilan yashab ketishni hech kimga tavsiya bermayman, lekin sizni oldingizda farzandingiz va eringizga bo'lgan sevgingiz turibdi. Mana shuning uchun sizda faqat va faqat bilimda bo'lishingizni tavsiya beraman. Chunki ko'ryapman, siz u erkakdan ajraladigan yoki nimadir holatda emassiz-da, sevasiz uni. No, bu sevgi karmicheskiy. Karma sevgisi. Qachonki buni siz nur sevgisiga aylantirib ola olasiz, o'sha paytda to'xtaydi bu narsa. Ichingizdagi karmadagi sevgini nur sevgisiga aylantira olasiz, o'shanda bu karma yakunlanadi. Ana o'shanda hamma narsa asliyatiga uyg'un holatga keladi. Yo u erkak to'xtaydi va butunlay ruhiyat bilimlarini ichiga sho'g'iydigan holatga yetib keladi, o'zi keladi. Buni siz aytmaysiz. Yoki chiqib ketadi. Hayotingizdan oson, qulay holatda chiqib ketadi. Ya'ni sevgidan demoqchiman. Qanaqa chiqib ketishini bilmayman. Lekin mana bu attraksion ekinlaringni ham barbod qilish mumkin, bolalarni ham barbod qilish mumkin. Hozir oilada ulg'ayayotgan bolalarni. Siz hozir ishingiz bolalarni ulg'ayishiga ta'sir ko'rsatmaslik uchun faqat va faqat o'zingizni tozalovchi bilimlarda bo'lishingiz. Butun karmalaringizni nima gap bu erkak sizni hayotingizda? Nega tortib oldingiz buni hayotingizga? Nega kerak bo'ldi sizga bitta abyuzer erkak? Mana shu tsepotkalarni yechish kerak hozir sizda. Sizni qiladigan ishingiz shu. To'xtovsiz darslar va qachon kerak bo'lsa, sizni vaziyatlaringizga har doim korreksiya kerak bo'ladi. Doimiy korreksiyada bo'lishingiz kerak. Doimiy sizga vaziyatlaringizga yordam kerak bo'ladi, bo'lmasa kirib ketaverishingiz mumkin. Doimiy yo'naltiruv bitta coachingiz bo'ladi bu erkak bilan yashashingiz uchun. Doimiy sizni yo'naltirib, sokin o'zingizni ham hech kimni barbod qilmasdan hayotingizni olib keta olishingiz uchun bitta coachingiz bo'ladi sizni. Doimiy unga murojaat qilishingiz mumkin, lekin coach sizni karmangizni tozalab bermaydi. Sizni hozirgi vaziyatingizni barbodliksiz olib chiqib ketishga yordam beradi. Karmani tozalaydi faqat uyg'otuvchi darslar, initiatsiyalar. Demak, doimiy initiatsiya va doimiy korreksiya. Doimiy. Siz butunlay o'zingizga qaytishingiz kerak-da, butunlay. Chunki bu erkak bilan inson o'zida qolishi qiyin. Pulingiz bor, maza qilib o'zingizga qayting. O'zingizga qaytuvchi bilimlarda, to'xtovsiz bilimlarda bo'ling, to'xtovsiz rivojda bo'ling va realizatsiyada bo'ling. Doimiy kimlargadir nimalarnidir berishda bo'ling. Doimiy berishda, doimiy o'zingizga qaytishda va doimiy coachingda bo'ling. Sizga doim shu kerak. Bunday erkaklar bilan shunday yashaladi. Bu o'yinlarga aralashmaysiz. Eringiz umuman ishiga aralashmaysiz. Nima qiladi, nima qilmaydi o'zi biladi. Ya'ni chiroyli tarzda buni yetkazasiz. Meni kuchim yetmas ekan bu narsani yechishga. Aytasiz. Men ojizman bu narsani yechishga. Men qila olmayman. Sizga qaysi uyg'un bo'lsa, siz shuni qiling. Men o'zimni tiklash uchun nimalardir qilaman. Men har doim sizni vaziyatlaringizga turib bera olishim uchun o'zimni tiklash uchun har doim harakatda bo'laman, lekin o'zimga zo'rg'a kuchim yetadi. Sizni vaziyatlaringizni o'ylab ko'rsam, kuchim yetmayapti. Mendan katta kuch talab qilinyapti, o'zimni unutib qo'yapman. Borligimni unutib qo'yapman bu tsepotchkani ichida. Meni ham siz tushuning. Men o'zimni unutib qo'yib, sizni karmalaringiz ichiga kirib ketishim mumkin bo'lmasa. Men yoningizdaman, men turib beraman, men ketmayman. Lekin siz yeching. O'zingiz bilasiz, bu bilan davom etasizmi, etmaysizmi, o'zingiz bilasiz. Bo'ldi, shu yerda taslim bo'lib vaziyatni to'xtatasiz-da, o'zingiz bilan ishlashga o'tirganingizda, u o'zi bilan, chunki u erkak bitta ayol bilan uzoq yashay olmaydi.
Siz undan umuman xavotir olmang, ajrash yoki yasha degan narsalar. Umuman unga shart ham hozir qo'ymang, chunki hozir sizni o'zingizga qaytish kerak bo'lgan moment va sizga o'yin taklif qilinyapti. O'zingga qaytasanmi yo ering o'yinlarda o'ynaysanmi? O'ynaversin. Lekin siz birovni o'zida bilib turingki, shunaqa o'ynayotgan erkak sizni hayotingizda nima uchundir bor. Nima uchundir tortib olganingizni bilib, siz bu bilan ishlashda davom etavering. Ota-onasi tashlab ketgan erkaklar agar unda katta xarizma bor bo'ladigan bo'lsa, katta kuch, katta potensial bor bo'ladigan bo'lsa, u kerak bo'lsa bu tempo bilan prezident ham bo'lishi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, tashlab ketilganiga nazlo butun dunyoga qaramoqqa olgisi keladi. Bunga kim qarshilik qilsa, ezib yanchib ketadi. Uning yonida turib berish uchun unikiga aralashmas, o'zingizni qo'riqlashingiz kerak. Chunki moment unikiga kirib ketishingiz mumkin. Hozir o'zingizga stoyki turib olgan paytingizda, yaxshi mahkam o'rnashgan paytingizda o'zingizga, keyin unikiga ta'sir o'tkaza olasiz. Hozir sizda ta'sir o'tkazishga na kuchingiz, na energiyangiz bor. Hech narsa. Ship-shiydon barbodlikka qarab o'zingizni kirib ketyapsiz. Bunaqa paytda bolalar barbod bo'ladi. Doimiy bilimda bo'lasiz. Sun'iy nimadir yaratmaysiz. Sun'iy borib покупка qilib kelmaysiz. Sun'iy borib baxtli bo'laman demaysiz. Sun'iy borib salonga borib kelmaysiz. Ichingizdan kelganini qilaverasiz. Eringizga shu taklifni berasiz. Nega kirib kelganlari haqida bu shuning uchun aytdim sizga doimiy coaching kerak deb. Chunki siz nima deydi, buketsizda, katta buket. Tonna ishlanadigan joyi bor buket. Buni bitta konsultatsiyada ishlab bo'lmaydi. Lekin bu bir martada yechiladigan narsa emas. Hozir cho'zdirganingiz bilan hozir yechilmaydi, lekin ancha bo'shaysiz. Yarqa o'zingiz sezadigan darajada bo'shaysiz. Coaching bu doimiy, masalan, bitta master bilan doimiy birgalikda ish olib borish o'zini ustida. Doimiy u sizga yo'nalish beraveradi, siz qilaverasiz. Hayotingiz murabbiyi deganida bu. Ya'ni buni nima konsultatsiyada nima farqi bor, to'lovda farqi bor. Va yana farqi shuki, doimiy bitta inson sizni muammolaringizni bittadan ikkinasigacha chizig'ini biladi-da. Boshqaga almashsangiz, yana yangitdan gapirib berishingiz kerak-ku. Coaching mana shu. To'lovda farqi bo'ladi. Konsultatsiyani yarmicha to'lov qilinadi-da, lekin bir 10 tasiga birdan to'lov qilinadi. Shunda farqi bor. Coaching bitta master sizga har doim muammongizni yechib berdi degani yechilib ketdi degani emas-da. Yordam beraveradi, lekin siz baribir initiatsiya bilan karmon tozalab, uyg'onib ketaverishingiz kerak. Ikkalasi birga ketadi. Mana shu narsaga tayyor bo'lsangiz, coachingga yozilsangiz bo'ladi.